Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadrli ko'rganlar. Din va hayotlarning suhbat programmamizga xush keldinglar. Programmamizning navbatdagi bölümüde Ramazondagi oltin fursatlar degan tema to'xtalamiz. Men program riyosatchisi Abul Qosim Ahmadi. Programmaning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf bo'ladi. Qanday qilganda Ramazonni ma'nilik o'tkazgili bo'ladi? Qanday qilganda musibatni fursatga aylantirgili bo'ladi? Eng yaxshi vasila qaysi degan savollarga javob topish uchun ustoz Muhammad Yusuf Qarimni taklif qildik. Qani Muhammad Yusuf Qarim, programmamizga xush keldilar. Avval biz qanday qilganda Ramazonni ma'nilik o'tkazgili bo'ladi degan savolga javob bergan bo'lsalar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Seyyidina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hammalardan Allah razı olsun. Şu fursatni berganlarga, şu fursatda xalqimizga bilgunimizni az to'la anlatishga sharoit berganlarga rahmat. Allohga shukrlar olsun. Qanday qilganda Ramazonni Allah razı olsun degan savolga kelsak, bu hammasi o'zimizga bog'liq ishkan. Endi Ramazan haqiqatan nayt ulug' oy. Ramazanda qilingan ibodatlar, qilingan yaxshi ishlar necha haslab yozildigan va Ramazan ibodat uchun, Qur'on o'qish uchun xos qilingan shakldagi shunday bir ulug' bir oy hamda. Endi bu oyni qadrini bilib, vaqtni ching tutib, mushundan foydalana olgan ve muşu ma'nilik o'tkazishga ko'ngil bilgan odam albatta planliq ish qilsa, haqiqatan ko'ngildagidek yaxshi ilib bora oladi. Ammo alqi beg'amlik bilan kunning o'tishi bilan, kechalarning o'tishi bilan kar olmay ro'za tutdim, namoz o'qidim deb o'tab ketgan bilan bu Ramazon bir kiribla shundan nayda tez o'tab ketdi. Foydalanmay qolgan gap. Shunga hamda mushu oltindak fursat bor bizga. Ramazonda bularni burundan tortib hamda Payg'ambar alayhisolamning zamonidan tortib Ramazonda musulmonlar ibodatni bakroq qiladigan boshqa vaqtlardan bularni Qur'onni jiq o'qiydigan, tavba istig'forni jiq o'qiydigan, saxovatni jiq qiladigan ashunda. Endi bu yil kelgan Ramazon boshqacharoq keldi. Ikki dona fursat bilan keldi. Biri endi bu Ramazon ibodat oyi, biri hammadan asosan uyda o'tirish mecburi demeliş vakti. Anda olgan iken bu qo'sh fursat degan bo'ldi endi. Biri bu Ramazonning ulug'ligi, Ramazonning bir fursati, biri uyda o'tirish fursati. Endi bu fursatdan bu biz uchun shunga oltindak fursat hamdi bu. Shuningdan foydalanish uchun hamma odam o'zi bilgancha program tuzib ish qilsa nayt yaxshi. Endi bizning aqlimizga kelgan, ko'nglimizga kelgan ishni tavsiya qilgimiz kelsa, ojiz aqlimiz bilan bu ay hamda Kur'an-ı Kerim nazil buluşqa başlayan ay, onu hemimiz bilimiz ayna. Peygamber Aleyhisselam her yılı Ramazan'da Cibril Aleyhisselam bilen Kur'an'ı okuşup, tanışıp, ayında kılattı. Vefat olduğun yılı iki katım şunda tek okuğanlığı rivayet kılıngan ayna. Hem şunundan başlap Müslümanlar Ramazan'da taravih okuydu, Kur'an okuydu. Burunqi İmam Şafii'den başlap kattı ulamalarmı başka işlerini taşlap qap Ramazan'da fakat Kur'an'ını birilip aşında kılgan iken bu doğruda kattılarınki köp sözleri var. Mesela İbn Teymiye'ninki men bu şu Kur'an okuştan başka işe sarf kılgan vaktimde içim ağrıvatıdı degan o'xshash mesela. Demek hem de Kur'an eyi. Bu Kur'an eyini hem de kandak ötküzümüz. Kur'an eyi bo'lgan ekan bu Kur'an Ramazonda oila a'zolari bilan Kur'an o'qish, oqshimi tarovihda Kur'an o'qish va besimizga tingshish, yolg'iz o'qish, o'qchi o'qish, har xil shaklda Kur'an o'qish. Uningdan keyin Kur'an o'qish hamda Qur'on Karim bizga ma'nosini bilib amal qilish uchun nozil bo'lgan kitob bo'lgandan keyin ulug'ligidan bu kitobning ma'nosini bilmasa shunda o'qisa, bir harf o'qisa 10 savob bo'ldi deb Payg'ambar alayhisalom va'da qilgan. Shunda ulug' hamda. Ammo asosliq maqsad o'qishdan emas, amal qilish bo'lgandan keyin ma'nosini bilmasang amal qilib bo'lmaydi. Shunga bu shu fursatdan foydalanib Qur'on Karimning tarjimalari, Qur'on Karimning tafsirlari, ashularni ko'p o'qish hamda. Fursat hamda bu. Atdigandan boshlab o'qisak bo'ladi, ballavli billah o'qib, navbatlashib o'qiylar, zirkib qolsak, tafsir o'qish. Uningdan qolsa, tafsirdan qolsa
hadisdan yodlash. Bularmi yodlashga shunday yaxshi fursat hamda oila a'zolari bilan yodlab, navbatlab o'qishib yoki bunda mukofot taqitgan bunda ish qilibmi bolani ish qilib qiziqtirish uchun İmam Navaviyning 40 hadisini boshlasak bo'ldi masalan. O bitgandan keyin yana boshqa hadislardan boshlab, mushu Ramazon fursati bilan ham Qur'on Karimning ma'nosini bilib olgan, hem Qur'on Karimni o'qib tamom qilib olgan, hem bir qancha hadisni yodlab olgan bo'lamiz hamda. Mushu ya'ni dinimizningki eng cho'ng ikki manbasining Qur'on bilan, Qur'onning ma'nosini bilish bilan va hem yodlash ba'zi surlarni, undan keyin bu bir qancha hadisni yodlash bilan ikki manbaga ko'ngil bilgan bo'lamiz. Undan keyin Ramazon bo'yicha mushu iftorda duo qilamiz, masalan, tarovih namozidan keyin va 5 vaqt namozdan keyin mushu duoga nihoyat bek ahamiyat berib, oilacha to'plashib duo qilib, ayda qilsak, ham duoga har vaqtda bizning ehtiyojimiz bor. Duo hem ibodat, hem Alloh taologa bo'lgan bizningki o'zimizningki munojoti. Dua bularmi mushu kunlarda mushu virus dunyoni qaplab bizni tahdidga selayotgan mushunday vaqtlarda qo'limizdan kelgan bütün sabablarni qilish bilan birga Alloh taologa yolvurish, Alloh taologa duo qilishga hamma vaqtdan bakroq muhtoj biz hamda. Shunga duoni qo'ldan bermaslik. Uningdan keyin mushu Ramazon oyida hamda hamma odamningki turmush ahvoli o'xshash bo'lmaydi, qiyinchilikda qolgan qarindoshlar bo'ldi. Aşularını o'ylab qo'yib, mushu xayr saxovatni qo'limizdan kelgan yaxshilikni qilish. Endi xayr saxovat sadaqa desa, kishilarniki engida yanjuqda qolgan tangidan qutulish uchun 5 tanga, 10 tanga berib qo'y. Bu degan ish emas u. Eliqi yo'lda televatgan qarindalarga, masjidning oldidagilarga uning berganning foydasi yo'q endi. Asosli buni shu ishlayotgan, ishlab o'zi yetishtirolmayotgan biri o'qiyotganlarga eng haqli bo'lgan kishilar shu. Ammo ishlamay och qolgan odamni och qilaversin, ishlamagandikin. Ish topolmaganlar boshqa hamda. Ammo ba'zi odamlar shunday kunab qoldiki, sadaqaga ishlamaydi. Uni har qancha yulsang yulguli bo'lmaydi. Biroq ishlaydi, ishlab turib oilasini qamdayolmay qolgan yoki o'qiyotgan, ishlashga fursati yo'q, endi o'qiyotgan, ilm tahsil qilyapti. Mayli qanday ilm tahsil qilsin, ilm tahsil qilayotganlarga xayr saxovat qilish hammadan yaxshiroq ayna. Uningdagi o'zimizdan urug' tuqqanlarimiz orasidagi ojizlarga xayr saxovat qilish. Uningdan keyin qandoqlar bir musulmonga qarata ko'nglimizda bir adovat, o'chmanlik, xafolishlar bo'lib qolgan bo'lsa, rozilashish. Agar u qarshi taraf rozi bo'lsin, bo'lmasin, biz tarafdan rozi bo'lib, men haqqimni halol qildim, qarindishim uchun men rozi bo'ldim deb pok qalb bilan Ramazonga kirish. Chunki biz boshqalarni kechirmay turib, Alloh taolodan bizni kechirishni qanday talab qila olamiz? Avval biz boshqalarni kechirib bo'lib, undan keyin ey Alloh, menmo insonlarning qilgan yomonlikni kechirdim, sen meningki yomonliklarimni, gunohlarimni kechirgin desak, mantiqli uyg'un duo bo'ldi hamda. Shunga o'xshash. Ramazon hamda boshdan oxir taqvolikni o'g'itish, axloq o'g'itish oy bo'lgandan keyin bu oyda qo'soqning ochliqi, ussizlik ba'zi vaqtda bular bu hozirgi vaqtda uydan taloqqa chiqmay o'tirishda ba'zi kishilarning psixikasi buzilish ahvoli yuz berishi mumkin. Bunday chog'da achchiqlash jiq yuz berib qolishi ehtimol. Shunga Ramazonda o'zimizni tutib olishni o'rganish uchun bir fursat hamda. Şuna Rasulullah alayda ta'kidlab buni Ramazonda sizlarga bekim yomonlik qilsinmi, men ro'zadarman deb nim qilinglar deb ayda tavsiya qilgan edi. Demak, o'sha o'zimizni tutib olishni o'rganish Ramazon, axloq o'rganish yana. Uningdan keyin yana eng yaxshi bir fursat bu Ramazonda hamda kitob o'qish. Kitob o'qiganda Uyg'urcha o'zimizning tilga kitobni o'qisak, dinni o'rganish uchun boshqa til bilish shart emas hamda. İlla ki dinde bir alim buluş, çıkrak bir nas ügünüş için endi Arapçı ügünüşke muhtaç bolsak mı? Lekin özümüzün tilde, ballarımızga dinni özümüzün tilde ügelsek, hem özümüzün tilini ügütümüzken, hem dinimizni ügütümüzken, iki tarafını ügütümüzken. Endi başka tilini okuş, o başka hem de onu zaten okuydu hem de ona. Muşu işe bek köngül bilsek butken. Yani bizde muşda bir fıskı var, biz Uygurlarda özümüzni addi sanaytkan, başkalarını çoğun bildiğen, hem de özümüzün tildeki kitabını köz gelmeytkan işte var. Özümüzün tilde mi nayet kıymetlik, nayet yaxşı kitaplar var. Hazır bulap bir qancha 10 yılın içinde qarindoshlarninki tirishchanlik bilan chet ellardagi nihoyat yaxshi kitoblar o'tirib chiqiriliq, bolalarga xos kitoblar masalan
umumluğa xas mesela. Özümüzün Uygurca kitaplarını okusak iki tarafını faydalanmışken. Biri özümüzün dinini şunu öğrenmişken, biri tilimizni balamızga öğretken bulmuşken hem de. Bu Ramazan'ın onundan başka bizim aklımızga kelgenleri bu. Onundan başka nurgun adamның özünün planları buldu, özününki nayt bizim diğerlerimizden mi başka belki yaxşı kitip bağlan buluşu mümkün. Yaxşı planları buluşu mümkün. Fırsat biliş doğrusu aklımızga kelgenler şu deb devatımız hem de. Çok rahmet, Allah razı olsun. Bu tarafda da yaxşı aslatdilar. Bo'lib Qur'oni Karimning tarjimalarini faqat o'zimizdan o'qib boqmaydiganligi olmuş. Ramazonda çoxum Qur'oni Karimning bir tarjimalari bilan Allah bizga nimdayotdi, buni bilishga fursat endi Ramazonda. Shunga o'xshash sizlarni muhim taraflarni aslatdilar. Bu sadaqat qilish, xayr ihson qilib muhtojlarni yo'qlash, shunda biz hadislarni o'qish. Allah razı olsun. Hem biz vaqtni chang tutib, ikkinchi savolimizga o'tsak, qanday qilganda musibatni fursat aylantirib bo'ladi degan bir temada tushuntirib o'tgan bo'lsa. Endi bu aşı niyetga ve icabiylikka qarayotgan ishganda, bu aşı odam icabiylik bilan har qanday ishni yaxshilik tarafga o'rgilib bo'ldi ekan. Niyet bilan, yani odatdagi odatni niyet bilan ibodatga o'rgalaymiz yani. Yaxshi yapken bunu bizge naat ülgülük ve bana şundaq bak bana bir yol gösterici bulap kelivatkan bir söz Şeyhülislam İbn Teymiye'ninki özününki şu turma hayatını anlatıp mening turmaga taşlanganligim men üçün bir xilvat. Xilvat endi bu xilvatda Allah Taala munojat qilib olaman, tafakkur qilaman, chiqib o'zimniki ruhiy uzuqini olaman endi. Yurtimdan palanganligim men üçün sayohat. Ve bu turmada tatkan capalım men üçün riyazat. Bu riyazat, sayahat, xilvat degan hammasi ijobiy foydali ishlar. Ama o turmaga taşlanış bir musibet, palanish bir musibet. Aşı musibatdan o'zining ijobiyligi orqali mushu fursatlarni hatta ne'matga aylantirgan hamda, ne'matga aylantirgan. Demak hamda inson biz niyat qilish orqali ijobiylik bilan beshimizga kelgan har qanday bir yomonlikni yaxshilikqa aylantiramiz. Her qanday bir qarang'ulikning bir küçükkina yuchuq tarafini ko'rib olib, shu yuchuqdan ish qilsak, ishimizni yaxshilanib qolamiz ekan. Masalan, hamda fursatga aylantirish deganimiz nurg'unlarimiz necha yildan beri bir vaqtim bo'lsa, mushu tafsirni ya Ibn Kasirni, ya tafsiri Muyassarni boshdan oxir bir qancha bir o'qib chiqsam, yoki vaqtim yetgan bo'lsa, mushu Qur'on Karimni bir tercümesini baştan ahir menzil bir bilip çıkan bolsam, yoki şu romanını bir okup çıkan bolsam deyotgan nurg'un kishilar bor. Biz mi netçi şunda dedik mesela. Vaqtim bo'lganda shunda qilatdim deb. Vaqtimiz bo'lmay dunyo halakchiligida ayda keleglik nurg'un ishlarda. Endi mena vaqt bo'ldi. Hem Ramazon ulug' oy, hem uyda o'ltirish, majburiy uyda o'tirish, talog'i chiqmaysan deb. Talog'i chiqmagan ekan qanday qilish kerak? Eng yaxshi kitobdan yaxshi do'st yo'q endi. Oila a'zolari bilan birga kitob o'qish. Bay şu degan gapimizga yana shu kelidamdim shu nimani musibatni fursatga aylantirish. Kitob o'qish fursatiga hamda talog'i chiqolmaslik nimasini kitob o'qish fursatiga aylantirish. Uningdan boshqa ko'nglimizda to'kib kelgan oilamdagi bolalarim bilan hamda bir plan tuzib, plan bilan o'tirib yaxshi bir ishlarni qilsam, ya shular bilan bir palani kitobni o'qib chiqsam, ya palani tilni o'rgansam, yoki bir ish qilsam, ya'ni nurg'un insonning aqlida hamda nurg'un planlar bor. Shu planlarni amalga oshirgan vaqtdan bunda bir fursat hamisha bo'lmasligi mumkin. Endi majburiy uyda o'tiring deyotgan fursat hamisha bo'lmasligi mumkin. Endi biz umrimizga kelib hozir bu yil shu ish bo'ldi ayna. Shunga buni bir fursat deb bilsak hamda nurg'un ishlarni qilib o'tgan. Endi tarixga qarayotgan bo'lsak, nurg'un shu katta ishlar, katta inqiloblar, katta g'alabalar va nurg'un jildlik cho'ng kitoblar o'tirg'i chiqishda ayda bir musibat, bir qiyinchilik orqasidan chiqib ekan. Masalan, Imom Azamni o'ylaylik, Imom Ahmad ibn Hanbalni o'ylaylik, ulama shu qiyinchilikdan keyin shu turmaga tashlanib, shu qiyinchilikdan keyin shu mazhabniki shunda peshvolarga aylangan Said Qutb masalan shu tafsirni turmada yozib chiqqan tafsirlarniki dunyodagi tafsirlarning ko'zi hamda
Tefhimil Qur'an'ni yerimidin köprekini mevdudimi aşağı turmada yazıp çıkıp giden. Onundan başka körümün ulemalarının ki qiyinchilikda chiqqan gap. Demak, endi mushu qiyinchilikni, mushu musibatni fursatga aylantirib desa, nurg'un bizning aqlimizga kelmagan, nurg'un bir foydalarga erishgili bo'ldi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Bu tarafından yaxshi o'rtib berdilar. Ana shu oxirgi bir savolimiz, eng yaxshi vasila qaysi degan bilan darsimizni oxirlashtirsak. Endi vasila, endi hammaga ma'lumki, vasila degan Allah Taala bilan bizning o'tirimizda bir narsani vasita qilib turib, Allah Taalaga ahvolimizni, munojatimizni aytish, endi ashuni shafi keltirib qilish, endi uni hammadan bildigan. Endi bu vasilaningki Allah Taala'nın ulug'ligini vesile qilish, Allah Taalaga bo'lgan iymonimizni vesile qilish, Allah Taalaning ism sifatlarini vesile qilish, ibodatlarimizni vesile qilish degan nurg'un endi buning ichida eng muhim bo'lgani, eng o'tkir bo'lgani, eng hammadek ishga yaraydigan hamda Allah Taala'ning vahdaniyatini. Yunus alayhisalomning subhanaka la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka hiçbir başka ilah yok. Ben üzem zulüm kıldım. Dep Allah Taala'nın vahdaniyetini vesile kılış. Onun dinkin üzümüzün kılgan yaxşı emellerden Allah Taala'ga yargıçlık kılgan bir işimiz ne? Kılgan yaxşı emeli cip bulduk o müminin endi. Mesela aynı Nayda qattiq zo'r qiyinchilikda bulab qolgan bekimga yordam qilganlik esidan chiqmaydi odamning masalan. Uningdan keyin gunohninki ishkidan yenish, faqat Allohdan qo'rqib yenish deganga o'xshash. Endi ko'nglingdanmi chiqmoqchilik shunda xotir shunda bir amalimizni Alloh taologa vasila qilish. Shunga bir har qanday bir mu'min odamning ayni Alloh taologa 5-nji kun tushgan vaqtida vasila qilguvchilik bir amali bo'lish kerak ekan. Masalan, bankada pul qo'ygan odam nima ish qo'ydi? 5-nji kun kelgan chog'da xaylaman deb qo'ydi. Bankada pul qo'yganga o'xshash endi uningdan bakroq muhim endi Alloh taologa shu vasila qilgudek o'zimiz ishongichlik bir amalimiz bo'lish kerak ekan endi. Endi buningda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisi var yine hemimiz bölümümüz 3 kişi İsrail evlatlarından Beni İsrail'in kavmide boğan işken 3 kişi bir yer gidip bağanda tağınınki yağmur yağıp gitken önkürge kirip alaylam de yağmur toqtuq iştepini koysa bu önkürünün ağzı itilip kaldı. İtilip kalgandan keyin şunu olayışkanda çağrıklama şunu olan hemminla Üzerinin Allah Teala kılgan bir yaxşı amelini bolsa şunu vesile qilib qo'yinglar degandan birisi endi ota-onangizga hamisha qo'y beqib kelib, oqshimi ota-onangizga sut ichkizib o'tib, an yotibgan. Bir kuni kechrak kelibdi, qarasa ota-onangiz uxlab ketdi. Endi uxlab qolganda ularni o'g'atsam, rohatsiz bo'lmasin, sutni tutib turib, o'g'in tong etibdi. Shu chaq shunda tutib turibdi, uni ichkizibdi. Shundan keyin o deydi endi, men mushuni sening roziliqing uchun qilgandim, ey Allohim. Sen mushuni qabul qilgan bo'lsang, mushu roziliqing uchun, mushu amalimni vasila qildim, bizga bir chiqish yo'li bergin degandan keyin azroq bir yuchiq ochildi ekan. Undan keyin yana birisi vasila qilgan, men bir odam insonlarni ishiltatdim. Bir kuni hammasining ish haqqini berdim, birisi ish haqqini olmay ketib qoldi. Ama gidip kalkanki ben aşınınki iş hakkını onu mal ep koyup koyucu padişçak iken mal ep koyup şu mal küpeytip koydum. Küpeytkendiğin keyin şununla bu naitecik bulap gitti. Bir gün o geldi o kişi gelip benimki şu çağda hakkını be adapte. Aşı tağdaki aşı nime koy, kala, kul aşıların hemisi senin desem beni mesxire kılıp atamsa aşağıda işlegen pulumla hakkımda bunu bədidem dedi. Seni mesxire kılmayma senin şu hakkını muhida köpeytip koydum. Dedim desem o adam birini koymaya hemen elip gitti. Ben şu kılgan işim senin razılığın için kabul bolgan bolsa muşun vesile bizga chiqish yo'li bor degandan o tıgar içilip adam patmaydigan şekilde içildi ekan, biroq chiqolmaydi. Onun üçüncüsü Amina tağamninki bir qizi vardı, onu yaxshi ko'ratdim. Shuni olib bir yomon ish qilishni o'ylab, uningga bir kuni yalvarsam, unimida, unimgandan keyin kunlar o'tib, uning boshina og'ir iqtisodiy bir krizis keldi. Shuni bilan uningga 120 dirham 120 mingmi yo 120 dirham herhalde. Shuni berdim, berib uningga shuni yomon ish qilib qoptam.
Şunun ben şu yaman işqa temşelge vaqtimda o dedi sen bu işni özünün yolu bilen halal yol bilen almasan bo'lmaydi bu amanatni dedi. Şunun bilen bu bana ta'sir qilib onam turib ketdim. O altınımı berdim. Şuningda qopab ketdim degandikim. Ey Allah sen bu şunu ko'rib tursan, bu şunu sening roziliqing uchun qilgandim. Agar shuni qabul qilgan bo'lsang, bizni mishaddan chiqarib etgin deydi ekan. Shuningdan g'ardan chiqib ketdi. Eng yaxshi vasila mana. İnsanның aşı Allah üçün aynda qılğıdak, vesile qılğıdak, haqiqiy yarıgıdak, üzümü işengidak bir nimasi bolsa, üzümü bilidəmdi ona. Yıllardan kimi aşını tilga alalaydı. Ama şuna deymem de, ben üzemden başlap, qeyrindaşlarımga, bütün bunu anlayan qeyrindaşlarıma tavsiye qılmam. Allah Taala'nın aldıda vesile qılğıdak, aynda katta, unutulmaz yaxşı bir əmelimiz buluş gerek. Şununla tirişayla aynda qılışqa. Çok rahmet, Allah razı olsun. Vaqt itibarı bilen programımızı bir ahırlaştırırız. Көрерменlerimizdenki konuğu koyup onun programına dikkatini vergilik için çok rahmet. Yani kayıt uçuruş ümidi bilen her birinlerle hoşlaşırız. Hayır ve selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.